Bolaning aqliy rivojlanishdan ortda qolishiga homiladorlik paytidagi qandaydir sabablar ta'sir qilishi mumkinmi? Albatta, umuman olganda sog'lom onadan sog'lom farzand dunyoga keladi. Homilador onaning sog'lig'idagi muammolarni barchasi bolani sog'lig'ida o'zini aks ettiradi. Masalan, aytib o'tishimiz mumkin, onadagi stress holatlari, onadagi yondosh kasalliklar, onani organizmidagi mavjud bo'lgan anemik holatlar, qandli diabet va shunga o'xshash infeksion kasalliklar bo'lishi mumkin bular, yoki o'sha yaxshi ovqatlanmaslik holatlari, onadagi nojo'ya odatlar deymiz, bularni barchasi homilador ona uchun, ya'ni homila uchun juda ham katta teratagin omil bo'lib hisoblanadi va bu sog'lom farzandni dunyoga kelishiga qandaydir ma'noda to'sqinlik qiladi. Ya'ni bu omillarning barchasi bolani bosh miyasini, nerv sistemasini mukammal shakllanishiga to'sqinlik qiladi va bolada har xil nevrologik muammolarni paydo bo'lishi, shu jumladan bolani aqliy faoliyatini orqada qolishiga, nutqiy faoliyatini orqada qolishiga, harakat faoliyatini orqada qolishiga ham sabab bo'lishi mumkin.